Assalomu alaykum. Akalar 1 minut o'tkazib o'rmanglar, sizlar uchun foydali video qildik, ketdik. Sizlar bilan bugun akalar Damas mayatliklar obzorini qilib beramiz. Sizlar uchun, Damaschilar uchun juda ham foydali video bo'ladi. Damasingiz bor, mayatlik vtulkani qo'yaverasiz, bir hafta 10 kunda ketaveradi. Buni yechimi oddiy akalar. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar bizda dastlabki xizmatlarimiz bor. Mana shu pachinili mayatni koreys korpusdan jo'natamiz. Shuni qo'ydirasiz, plus Damas chashkalari zavodskiy holatda pachiniligi chiqqan. Buni qo'yasiz. Bular bilan sizning mashinangiz qanday o'zgarishlar bo'ladi? Birinchidan, ruli yengil bo'ladi. Ikkinchidan, ruli va kolonkangiz umri uzoq bo'ladi. Uchinchidan, balon yeyish kasali yo'q bo'ladi. Akalar, bu xizmatlar bizning servisimizda ham bor. Manzilimiz Qo'qon shaharda, xohlasangiz kelaverasizlar. Nomer qoldiramiz, lokasiya tashab beramiz. Xohlasangiz dastlab kelsangiz, dastlab qilib beramiz. Akalar, sinovdan o'tgan narsani qo'yinglar. Doim mana 10 yildan oshdi sinovdan o'tgan bu mahsulotimiz. Yengilligiga gap bo'lishi mumkin emas, o'ta yengil bo'ladi. Rullar o'ta yengil chiqadi. Plus Damasni balon ichini yeyish kasali yo'q bo'ladi mutlaqo. Keyin qaytib bunaqangi vtulka qo'ymaysizlar. Shundan qutulasizlar akalar. Hadeb ustaxonaga kirib, jonlarga tekkandir, Damaschilar. Jonlar sog' bo'lsin. Chiroyli ma'lumotlarimiz bitta laykka arziydi, men 1000 tami. Mana shularga chiroyli layk bosib, Damaschilar jo'natinglar. Xohlasangiz borib joyida qilib beramiz. Kimi viloyatda ko'p kommentariya bo'lsa, ana shu joyga borib 20 tadan oshiq Damaschi yig'ilsa, borib joyida rullarni gidravlika qilib beramiz. Jonlar sog' bo'lsin, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.